Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda o'zini bosolmay qolgan yo'l patrul xodimi haydovchiga qo'l ko'tardi sarlavhali video tarqaldi. Asl holat qanday bo'lganini bilishni istaganlarni ushbu videoni oxirigacha ko'rishga taklif etaman. Assalomu alaykum. Joriy yilning 11-aprel kuni soat 23:50 lar atrofida Toshkent shahrida tungi osoyishtalikni ta'minlash maqsadida xizmatga jalb etilgan xodimlar davlat raqam belgisiz, uning ustiga milt-milt etuvchi chiroqlarni noqonuniy ravishda o'rnatib, yoqgan holda harakatlanib kelayotgan Spark rusumli transport vositasiga to'xtash ishorasini beradi. Haydovchi esa xodimlarning ko'rsatmasiga amal qilmasdan harakatini davom ettiradi. Bundan tashqari u bir necha bora chorahalarda svetoforning qizil chirog'iga ham bo'ysunmasdan o'zi va boshqalarning hayotini xavf ostiga qo'yadi. Endi esa faraz qiling, mana shu mashina ichida boshqa bir mudhish jinoyatni sodir etgan haydovchi bo'lganida va uni xodimlar to'xtata olmay qochirib yuborganda nima bo'lar edi? Davlat raqam belgisiz transport vositasini topish va jazo muqarrarligini ta'minlashda bir qancha sarsongarchiliklarga olib kelardi. Bunday payt qanday harakat qilish lozimligini yaxshi anglagan xodimlar o'z vazifalarini uddalashdi. Transport vositasi jarima maydoniga qo'yilib, haydovchining javobgarlik masalasi ko'rib chiqilmoqda. Xuddi shunday voqea 2022-yil oktyabr oyida ham sodir bo'lganda, Bektemir tumanida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmat xodimlari Gentra rusumli transport vositasiga to'xtash ishorasini beradi. Haydovchi esa to'xtamasdan davom etadi. Xodimlar tomonidan ko'rilgan zaruriy choralar natijasida Gentra avtomashinasi to'xtatib tekshirilganda, uning salonidan bir insonning jasadi topiladi. Xodimlar esa mudhish jinoyatni fosh etganligi uchun taqdirlanishgan. Hozirda holat bo'yicha xodimlarning harakatlariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Ijtimoiy tarmoq faollaridan asl voqelikni bilmay turib, hayotini yurt tinchligi, xalq osoyishtaligi yo'lida safarbar etgan xodimlarning harakatiga noo'rin baho berishdan tiyilishlarini so'raymiz.